Hello do'stlar. Sizlar bilan men hamma bilgan, kutgan Rocker do'stlar. Va bugungi videomizda do'stlar aeroport quramiz. O'yinni davom ettiramiz do'stlar. O'tgan safar do'stlar zapisim o'chib qolganda aytgandim, shunga videoni o'chirishga majbur edim. Men bu joylarni qurgandim. Hozir hech nimani qurganim yo'q. Bitta men yo'qligimda ukam yonetdan narsani qurib qo'yibdi. Bilmayman, bitta narsa mana bu yo'lakchani qurgan, boshqa narsani qurmagan do'stlar. Va do'stlar, sal katta uzr. Biz hozir iloji boricha tashqaridagi narsalarni bitirishga harakat qilamiz. 25,000 olaymi ya. Tashqaridagi imkoni boricha ichkanini bitirayim tashqarini. Keyingi videoda aytinglar, qaysi tomonni bir bitiray. Men lekin ichkanini bitirgim kelyapti do'stlar. İçkenini bitiraylik. Keyingi videoda izohlarda yozib qo'yinglar. Qaysi tomonni bitiraylik do'stlar? İchkanimi yoki tashqarini? Birinchi qatlat qilaylik-da. Floor ikkinchi oz. Bitta ikkinchi qat qurish uchun 20 ming kerak ekan. 7,5 mingga devor 7,5 ming. Voy. Jallashdimi yo'q? Endi aytib qo'ydimda, mana bu nima? Acros. Nima ekan? Kamerami? Uchi, bu nima bu? Voy, ana makon 500. Ana kodiylam bilim. Birinchi ashyoqda bitiraylik, yomon zo'r narsalar bor ekan do'stlar. Kommentlarda rejim nomi men nomini, rejim nomini короче, shu videoga 100 ta like yig'ilsa aytaman. 100 ta like. O'tiribmi? Xo'p, endi ishimizni boshlaymiz. Pullarimiz ana 52 ming yig'ildi. Chitdan o'ylamayman, men sal videoni to'xtatib dedim. Dropper. Voy! 7 ming qo'li. Voy, amma. Voy! Ay, короче, valla, короче. Voy, 51 ming pul. Anaqa mazza qilib o'qirsam bo'laydi-yu. Ishlatsam ham o'xshaydi. Men 50. Voy, meni как раз ashaqa yiqqan ekanman o'zim. Bilgan ekanman deb o'qigan ekanman do'stlar. Bilmay, qata mana 2 ming, 1,5 ming, 500 ming, 2 ming. Bo'ldi. Men yana o'sha narsaga qiziqyapman-da. Mana bu joylar nima ekan? O'tirib olib chizamiz. Ma palmachalar, unaqa narsalar. Nima bular? Voy, voy, nima yo'qotdi? Yaxshi ishlar. 12 ming pulmi? Bu yerda hamcha narsa qolmadi. 20 ming qilib to'xtaylik. Tashqari emas. Ichkani qilaychi. Pullar 33 ming. 48 ming bo'ldi. 48 ming, yana 2 ming qo'shib 50 mingga anetdagi narsani olaman. Mana 52 ming. Hozir kerak emas edi. 20 mingga ikkinchi qavat. Pullarni 25 mingga bay. Bu hop 12 ming
pulimiz bor va mana bu yerdagi narsalarga ishlatamiz. Adashim o'ylaymanki hammasiga yetadi, yetarkan. Voy, shu uchun o'sdimmi? Welcome back kel. Hop, buni ochdigan deylik. Bu 20 mabiyimizni hozir 20 ming to'plab shatta 2-chi qavatda buni qo'yib olamiz. 2-chi qavatni floor 2 qo'ygan. Nay. Do'stlar, videoda sal kamchiliklar, bir balolar bo'lsa kechirasizlar. Endi menda ham vaqt kamda, montaj qilishga ham vaqt yo'q o'zi. Endi qandaydir qilib montaj qilyapman endi. Yana pul yig'aylik, kutaylik. Mana pullar ham yig'ildi. Pullarni olamiz 20 million 800 bo'ldi va ikkinchi qavatni olamiz. Hozir Svetga bilan pul to'la deydi. Bay S va yana 20 ming 7,5 ming bularni tarjima qila olmadim. 20 ming 7,5 ming. Do'stlar, aeroportim qanday chiqyapti? Kommentlarga yozib qo'ying. Kommentchilarga. Parkovkachalar. O'shalarga qiziqaman, yana qiziqaman. Menimcha bu aeroportchani qurgandan keyin yetmay qoladi. Aeroportchani nima deydi, qurgandan keyin o'sha samolyotchisi ham bo'lsa kerak. O'sha samolyotchi bilan cho'g'atib uchib ketsak kerak deb o'ylayman. Pulim 8 ming-ku. O'zi nima qurildi? Savol, nima qurildi? Mana o'zi zina qurildimi shunda? Zina qurildimi? Nima qurildi? Men 20 ming qilganim-ya. Qaydandir 20 mingga nimadir oldim-ku. Nima mashq qurildim-ya. 17,5 ming. 25 ming. Bir 5 lira yok endi. Svetlar. Yo'q bu eskalator. 20 ming yig'amiz do'stlar va eskalatorni shunaqa xullas lift qo'yamiz shekilli, kutamiz. Mana 4 ming pul yig'ib oldik va buni olamiz va yana kutamiz. Bu sizlarga atiga 1-2 soniya vaqt oladi. Mana 4600 pulimiz yig'ildi. 20 hozir biz lift va elevator xullas o'shani eskalator ikkita tomonda ham-ku. Bunisini olaylik. Vuy, zo'r narsada. Shu narsa zo'r narsada menga yoqadi. O'yinlardan ham ko'piga ko'rsatadi. Faqat o'sha narsa bo'lmaydi, ana bunga o'xsharkan. Bu rejimni aniq endi mendan hamma so'raydi. Hammani orzusida shunaqa narsa. Shu o'yinni kimdir o'ynagan bo'lsa aytib qo'yinglar. Birga o'ynashimiz iybi o'ynayo'q. Ana endi mazza bo'ldi do'stlar. Yana sizlar savol berishlari mumkin deb berdi do'stlar. Endi bu aeroport qurishingiz necha qism bo'lib ketadi deyishlaringiz mumkin do'stlar. Bilmayman do'stlar. 10 minutdan video chiqaryapman. Yani mana 10 minut video chiqaryapman. Hozir YouTube 10 minutdan ko'p video chiqarishga qo'ysa, ko'paytiraveramiz vaqtini. Iltimos, bizani 50 ta obunachiga chiqarsanglar bizatni kanalni do'stlar. Videolar ko'payaveradi. Nima deydi? Biz do'stlar yana nima edi? Adashib ketdim. Yana nimadir olishimiz kerak. Nima bo'ldi? Xo'p do'stlar, videoni shu yerda tugatamiz. Hammaga xayr do'stlar. Va do'stlar, videoda bo'lgan kamchiliklardan meni kechirasizlar. Imkoni boricha montajni yaxshi qilishga harakat qilyapman. Va men hammalaringizga xayr
deb qolaman. Sog' salomat bo'ling. Bu ne davomi bor.